Shumizolyatsiyamizda ish sharoitlari ketyapti. Sizlarga 5 million so'mga shumizolyatsiya polni qilib beraman. Nimalar qilinadi bu yerda? Ko'rsada bo'ladi, eshigimiz tepasiga vating qilingan, bu yoqlar vating qilingan, ovoz chiqadigan joylari mana vakuum qilib polni yopilgan. Ichiga keladigan bo'lsa, birinchi vibroizolyatsiya, orqasidan termoizolyatsiya. Issiq sovuq ushashligini. Xo'p, 4-sloyimizga keladigan bo'lsa, mana ashqaga polni gubkalari yopishtirib, ovoz chiqmagan qilib bu yoqlarga qilib chiqadi. Mana eshigi ovozini eshitsanglar bo'ladi. İçini ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqlari ham polni qilib chiqiladi. Eshik yopilishiga bitta e'tibor bering. Qanday mana shu qilyapti. Xo'p, mana bagajga keladigan bo'lsak, birinchi vibroizolyatsiya, orqasiga karpetda bagajlarni qop-qora qilib beradi. Kriloni ichlarigacha polni hammasi qilinadi. Faqatgina bizada nima shumizolyatsiya qilinmaydi? Bamper, oldi orqa bamperdan boshqa hamma joyga shumizolyatsiya bo'ladi. Agar sizlarga ham shu xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar.